Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli YouTube tomoshabinlari, dehqon va fermer akalar. Nasos ustanovkamiz yakuniga yetdi. Suvlarini chiqarib berdik. Uzoq vaqt tanaffusdan keyin YouTube platformasiga video yuklash boshlandi. Orada ma'lum bir muddat ayrim sabablarga ko'ra video yuklab bo'lmadi. Ishlarimiz davom etib turdi. Bu ishlarimizni hammasini Instagram sahifamizda yoritib borildi. Endi mana muammolar hal qilingandan keyin YouTube'ga ham video joylayapmiz. Xo'p, nasosimiz ishladi. 22 kilovat 219 talik turba bilan 700 metr masofada ishlab turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin, suv juda ham chiroyli chiqib berdi, bosim bilan. Nasos ustanovkasida imkon darajada ekonomroq variantlar qidirib, xudo xolasa bu yerda chiroyli bir yechimini qilganmiz. Toza razmerdagi 219 talik turba bilan 700 metr masofada 22 kilovatli nasos 20 kilovat rasxod qilib turibdi. Akamiz qilingan rasxoddan ko'ngillar juda ham to'lgan. O'zlari xursand chiqqan suvdan. Hozir 700 metr masofada balandlik 7 metrda ishlab turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin, albatta. Mana shunaqa masofada o'ylanib yurgan akalar bo'lsa, bemalol ekranda turgan raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Akalar, suvlaringda ertaga dovoyna rasxodga tushirmaydigan qilib o'rnatib berishga harakat qilamiz. Suv mana ko'rib turibsizlar, umumiy paxta g'alla maydonlari akamda 35 gektar ekan. O'zlari aytishlari bo'yicha kutganimdan ham yaxshi bo'ldi dedilar. Akalarimiz mana bu yerda o'zlari guvohi bo'lib turishibdi. Hozirgi vaqtda to'kdan ko'pchilik juda ham qiyinchilikda turadi. Nimaga? Nasoslarda kilovat baland bo'lganligi uchun qilinayotgan kilovat rasxodiga nisbatan suv juda ham kam bo'ladi. Lekin bu akamizda unaqa muammolar xudo xolasa endi bo'lmaydi. Buni imkon darajada qo'ldan kelganicha kilovatlarni kamaytirib chiqarib berdik. Umumiy rasxod 20 kilovat, masofa 700 metr ko'rib turibsizlar. Ilgari bu yerda 2 kachka bilan nasos chiqarilgan, suv chiqarilgan. Hozir bu nasos bittada surib turibdi. Mana shu paxta u tomonida, bu g'alla, u tomonda paxta maydonlari uchun 35 gektar joy uchun suv chiqdi. Albatta akalar, YouTube sahifamizda ham bundan buyog'ida videolarimiz, keyingi videolarimiz qiziq bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar akalar. Like bilan podpiska tugmasini bosib podpishka qilib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa keyingi videolarimiz juda ham qiziq bo'ladi. Albatta mana shunaqa suvlar chiqarib, bu suvni har bir chiqishi biz uchun bayram bo'ladi. Albatta xursandchiligimizga sherik bo'lasizlar degan umiddamiz akalar. Gapirishdagi tutilib qolishlarga e'tibor bermaysizlar, chunki YouTube sahifamizga anchadan beri video olmaganimiz uchun sal tillarimiz kelishmay turibdi. Xudo xolasa hammasi iziga tushib ketadi akalar. Suv nima deyapti? Suv juda ham go'zal. Andijon viloyati Baliqchi tumani Xo'jaobod qishlog'ida.